Her qandaq o'riqlab g'alib qila olgan kishi tövəndəki 5 xil turmuş hayatını yetildirib olğaçqılam o'riqlab g'alib qila olgan. Siz o'ylagandek murakkab emas. Birdan təfsili deb beray. Bir tal yurak berib saqlayıb qayt anlab chiqma. Çoxum o'riqlay olaysiz. Özümni desamla men 15 kilo o'riqlab boldim. Mushu badan qiyaptim saqlayotqalı 6-7 yil bo'ldi, qayta samirib ketmadim. Mening qo'limda menga әgishib 60 kilodan jiq ig'irlik tashlagan o'quvchilarim bor. Shulam rahat o'riqlayotdi, qayta fantam bo'lib baxmidi. Har xil gap so'zlarni anglab ketdingiz o'riqlash to'g'riliq. Qahva isi bo'ladi ekan, yedan qilsin 16 qo'shilgan 8 pal har xil gap so'zlar bor. Ezib ketmang, ushaq tushak mandaq bir uchurlarning kayniga kirib ketmang. O'riqlashning haqiqiy yadrosi nachar bo'lgan turmush odatlarimizni tashlashda. Birinchisi, o'riqlashning eng ilmiy asosi yanalam ig'izni boshqarishda. Tamoqni kontrol qilishda, tamoqni o'lchamlik moslashtirishga ahamiyat berishda. Mayli 16 qo'shilgan 8 o'ychi o'riqlang va yoki palla ichib o'riqlash yoki harakat qilib o'riqlash, hammasining asosi yana ig'izni boshqarishda. Siz putungiz sunib ketkicha yugasingizmi, qancha ig'ir harakat qilsangizmi, yanalam bekor uning oxiri chiqmaydi. Harakat qilish degan gap sizning o'riqlash jarayoningizda badaningizni texnik go'zal qilib berdi xolos. Ammo harakatli qildingiz degan gap o'riqlaysiz degan gap emas. Qaysi harakatni qilsam qo'sqim kichiklar, qaysi harakatni qilsam pochqim kichiklar. Zehningizni uningga qaratmang. Tamoqlarni to'g'ri iste'mol qilishga, tamoqni to'g'ri moslashtirib yeyishga ahamiyat bering. Shu chaqda harakatni ancha-muncha qilsangiz yoki qilmasangizmi yana o'riqlab keta olasiz. Cho'qim mishani boshqarishimiz kerak. Ikkinchisi, nima yesam o'riqlaman deganga kirishib qolmang bo'ldi. Bu dunyoda yegili bo'ldiganlar narsalarningki birdan-bir roli bizga oziqlik bo'lish uchun, hech qanday yemeklik bizni samatish uchun yaralmagan va yoki bir yemeklik bizni o'riqlatish uchun yaralmagan. Siz uni izlayman deb vaqtingizni isrof qilmang. Har qanday narsani yesak bo'ladi. Faqat qanchalik miqdorda yeyishda. Ba'zi narsalarning issiqlik kaloriyasi yuqoriroq bo'ladi. Uni ozroq yesangiz ham bo'ldi. Ba'zi narsalarning issiqlik kaloriyasi to'varoq bo'ladi. Uni saljiq yeb qo'ysangiz bo'laveradi. Farqlantirib olsangizdan bo'ldi. Masalan, chowmifan issiqlik kaloriyasi yuqori, ammo uni bir qo'shiq yeb qo'yganda siz samirib ketmaysiz. To'qining mayda go'shi, xunshu qo'noq deganning issiqlik kaloriyasi tuvan, ammo uni bir taqsi liq yig'ilib yegil to'qsangiz yana o'xshash samirib ketaverasiz. Yemek içmekni tushunib olishimiz kerak. Nima meni o'rg'ilta oladi? Qahva o'rg'ilta oladimi, choy o'rg'ilta oladimi? Qandaq nocha bir sekret kuchga ega mahsulot bordi. Uningiz zehningizda qaratmang. Har qandaq narsani muvofiq miqdorda yesangiz ham o'rg'ilg'ili bo'ladi. Uchinchisi, o'riqlash mezgilida ochlik tuyg'usi bo'lish kerak degan gap tamoq yemang, qo'sqingiz ochlam tursin degan gap emas. Biz yeyishga tegishli nurg'un narsalar va a'lo sifatli yog'lar va masalan badam yong'oqlarni, zaytun yog'i shularni ishlasangiz bo'ladi. Asos ochliq un guruchlarni yesangiz bo'ladi. Mening o'quvchilarim un guruchni yeb turib o'riqlaydi. Har qanday go'shtni yesangiz bo'ladi. Sayko'ktatni mo'l yesangiz bo'ladi. Siz shu vaqt tamoqdan sirt bir narsalarni yeb ko'nib qoldingiz. Tamoq bilan tamoqning orlig'ida qo'sqingiz ochadigan bo'lib qoldi. Normal odamning amaliyotda shu vaqt tamoqdan sirtqi vaqtda qo'sqi ochmasligi kerak. Sizning ochadigan bo'lib qoldi. Shuningga bardoshlik bering deyapmiz. Tamoqdan sirt boshqa vaqtlarda qo'saq osti tishida o'ting deyapmiz. Shu chaqda ochlik tuyg'usi bo'lsin. Ammo shu vaqt tamoqni yemang demadik. Yesingiz bo'ladi. O'zingizda osh qo'yib azoblab yurmang. 4-chi, o'riqlashning eng ta'siri izchillikni saqlash. Sizda cho'qim izchillik bo'lish kerak. Siz tavrinib ketmasligingiz kerak. Do'stingiz bir oyda 10 kilo o'riqlagan bo'lsa, bu ajab tez o'riqlabdi, men qanday qilaman deb o'zingizni osh qo'yib, bir narsalarni setib olib, izlab, tezroq o'riqlab olsam bo'ldi deb bu kayfiyatingiz turaqsiz bo'lib ketsa, ig'irligingiz necha kun tushmay to'xtab qolganga, kaping tegib qolgan siz tashvishlanib, nimani xato qilganman deb azoblanib ketsangiz, bu ro'y kayfiyatni turaqsiz. Kunda yeyotgan yemek içmek odatingiz, turmush odatingizni turaqsiz bo'lib ketsa, siz o'riqlab g'alaba qila olmaysiz. To'g'ri